Assalomu alaykum. Mana bugun 17-dekabr, hafta kuniga chorshanba. Mana o'lik bozorlarimiz boshlanibdi. Sekin narxlar bilan tanishtirib boramiz. Podpiska bo'linglar. Shunda har bitta qo'ygan videomizni kuzatib borasizlar. Like bosib turinglar. Narxlar bilan qisqacha qo'ldan kelgancha tanishtirib boramiz. Islom aka, charchamayapsiz? Qaysi biri narx bo'lyapti? Mana nechi pul bo'ldi mana? Nechi pul bo'ldi bu Subhonuri? Nechi pul bo'ldi? 30 ming deyapti. Nechi pul so'rashgan? So'rashmadimi umuman? 30 ming deyiladigan so'ralmabdi. Bunisi-chi? Bunisi ham shunday. Bu qantaymi? Yo'q, hashaki ekan-a? Shunaqa. Qimmat etyapsiz ekan. Qiymat etyapti. Ha, bunaqa 30 minglik bas bu aka. Ya endi bari. Yo, 20 ni 15 ta ham pastda bu. Hali narxini qimmat etyapsiz ekan. Buni ham svet pastroq ekan, yirik bo'lgan buni. Olarmadi, men dangali qo'shib turadi. Shu bola olarmadi, men dangali qo'shib turadi. Dangalga 20 ming uni 25 ming so'mga oldi. Bering. Sразу Yong'oq nechi pul bo'ldi? Nechi pul bo'ldi yong'oq? Yo'q, uni ishlarni qilganim yo'q edi. Bu chayuqlar ekan-a? Sizning mag'iz aka olmadi. Aralashma. Yaxshi ekan yong'oq. 12 ming qilishyaptimi? Shunaqa 11 Bering aka. 18 ming qilib chiqib ketdi. Mana dehqon bozori bor, mana shunaqa gavjum bo'ladi. Ahli yetmadi. 13 ming so'm ekan. 13 ming qilib chiqib ketdi. 20 ming. Hali bu ekan. Onalari bor. Qiziq qanday bering? Ochinglar. Nechi pul bo'ldi yong'oqlar? Nechi pul so'rashdi? Nechi pul so'rashdi? Yo'q, so'rashgan yo'q. Nechi pullik? 15 deyilyapti. Qizil mag'iz kichkina ekan. 10 ming, 12 ming shuni atrofida. Savdolar mana qizg'in bo'lyapti. Dadang kirib ketdimi? Olmaylar. Nechi pul ma'muriy? Nechi pul so'rashdi? Egasi yo'qmi? Subhonuri 20 ming, 25 ming oralig'ida mana shunaqa tekis ekan. Buni o'rtacha. Egasi yo'q ekan hozir. Bir vardı-da. Ha, böyle. Kechasi o'tgan ekan. Arakka kelib. Sizdanmi Oxun aka? Nechi pul bo'ldi bu? Subhonuri. So'rashdimi? Yo'q, 15 ming narx aytyapsizmi? 10 ming atrofidami? 12 ming. Ha, 15 gacha kami bor. Ha, 10 ming, 12 ming, 15 gacha ekan. Subhonuri bu ham dimlangan. Bunisi mayizda. Mayza 20 kami. 15 livasida bu. 15 livasida bu mayizda dimlangan subhoni. Qantilarimiz-chi? Qanchalar holatiga qara. Bu ham shu 15 ta atrofidami bu? Bular 20 kami bor. Analar 15 kami. 20 ming kami bor, deyapti. Ha. Mana subhoni bargaklar. 38 ming so'mga berilmadimi Abdurahmon aka? Haligilarmi yo boshqami? Boshqami bu? Sal yiriroq ekan bu. 38 ming bo'lib berilmoqda mana subhonuri bargak.
hali 30 qilyapti deganingizdan undan bo'lsa ekan, men o'shamikin debman. Ha, bu yirik ekan, ham go'shtlik ekan. Qantelarchi? 10 ming pasidami? 10 ming so'm qilishdi. 10 ming qilishdimi? Ha. Narilari ham qanday buni o'nlari sariqrog'idan. Qaysi qante? Mana 12 qirg'iz qanday mana ular. Manisi nechi pul bo'ldi bunisi? Snickers 20 ming bo'ldi. Aytuvroq Snickers aka. 20 ming so'm mana Snickers degan sortda. Mana jicha tut degan qanday bu 14 ming bo'ldi mana shu kosa. Bundan 500 kilo bor. Mana 14 kilo bor ekan. Yo 14 ming bo'pti. 500 kilo bor ekan shu qantaydan. Juvon Snickers chiroyli ekan. Mana bu dimlanganmi yo chapcha dimlanganga o'xshayapti? Bu dori Snickers sorti shuda buni. Ha, sveti zo'r ekan. Bu kesli sladki. Chiroyli ekan juda. 20 ming so'm qilishdi, tog'a. Buni bilan 20 ming baho aytyapman. 20 ming so'rashdi. Kiloga ham berasizmi? Yo'q, bizniki ko'tara savdoda. Ha, Ko'tara savdo. Ha, qopi bilan. Mana shipovnilar 15 ming, 17 ming shuna atrofida sotilyapti ekan. Hozircha narx so'ralmabdi bugungi bozorga. Bozor ham endi boshlandi, hali ertalab. Savdolar endi bo'ladi. Mana bargachi, mayda barga. 12 ming so'radi. 12 ming mana mayda barga, hashaki barga. Qancha sotildi? 22 ming so'radi. Mana sponi bargak 22 ming sotilibdi mana. Barga yaxshi, gabariti yaxshi. Sal ezig'roq o'xshayapti shakli. Suli bargada. Tuzi, ha, suli barga. Holatiga qarab hamma narsa ham 22 ming so'm bo'ldi. Bozorlayim bersin. Oxon aka nechi pul bo'lyapsiz jidingiz? Maniki bastani. Nechi pul bo'lyapti? Nechi pul qilyapsiz? Jida sizga. Nechi pul bo'lyapti? 14 ming so'm mana jida bo'lyapti ekan. Xudo beraveradi. 14 ming so'm. Ko'chlar qo'ying o'lib. Umidjon savdo qilgan ekansiz, bo'lmay qolgan dardingizni. Voy billah, olmay qo'yinglar. Qad ketyapti. Ha? Mana sponurilarimiz oftobi naturalni 25 ming so'm bo'lib berilmabdi. İşte bor ekan 600 kilocha. Bozorda. 25 ming so'mga berilmabdi, 25 ming so'mga. Ha, so'xliklar so'rayapti-da, sizlarni so'xliklarni olinglar deyapti. Kommentariyaga yozishyapti. Nechi pul bo'ldi bu? Nechi pul bo'ldi bu? Nechi pullik? 15 ming so'm bo'ldi. Sponimi bu, espadami? Aralashga o'xshayapti. Snigersmi? Qanday taom, qanday pishadi? O, qanday zo'r ekan. To'pni qanday qiladi? Nechi pul? Nechi pul sotilishki? Nechi pul so'rashdi? 26. 26 so'radi. Bu hali gol qanday deganimi? Bu boshqacha ekan. Bu nechi pul bo'ldi bu? Bunisi 20 ming so'm bo'ldi. Men bitta olyapman hali ko'raman. Sog' bo'linglar. Olmaydi. Mana bu hashtag bozor. Hashtag bozorda hashtaglar kamroq ekan, bilasiz? Olyapsizmi? Ahlamni sizdanmi bular? Sizdanmi aka? Nechi pul so'rashdi? Mana hashtag 37 ming so'mga berilmabdi. Shu narxi bir xilda turibdi hashtagni menimcha. Oshib ham ketgan yo'q, tushib ham ketgan yo'q.
37 ming so'mga. Ha bu. Kim barga? Ha, hashta bugun sal kamroq ekan. Yo endi tushadimi bilmadim. Mana bozorlarimiz shunday davom etyapti. Hashtalarning narxi o'sha eski narxda o'zgarmagan. Mana mag'iz bozorida so'raganlarga mana mag'iz bozoriga keldim. Mana Subhonaniki naturalniy mag'izi 46 ming so'm bo'lyapti, berilmayapti. Manasi boshqacharoq ekan, tozaroq ekan. Mana 46 mingga berilmayapti mag'iz. Subhonaniki. Aka mana dimlamalarchi? Necha pul bo'lyapti bular? Dimlamalar 18-20 shuna atrofida. 22 ga chiqqan yo'qdir, yo chiqdimi? 21 minggacha chiqyapti ekan 18 dan. Subhona o'raydi. Mag'izi, dimlama mag'iz. Mana bozorlar bo'lyapti. Mag'iz bozor ham naturalniy mag'iz yaxshi ekan, dimlama mag'iz uncha ketmayapti. Yarım milyon uçağın. Mana endi bugungi bozorimizning narxini qo'ldan kelgancha tanishtirdik. Endi Instagram kanallarimizni ham kuzatib boringlar. Ayronjon Mamasoliyev kanaliga o'tinglar. Instagramga har kuni qo'yib boraman. Qisqacha 1 minutdan 3 minutgacha bo'lgan videolarni kuzatib boringlar.